Allohim, ushbu duoga amin deb turgan barcha bandalaringga o'zingning rahmating va maqtovlaring bo'lsin. Allohim, qalbimizni namozga oshno qilgin. Sajdada ko'zimizni yoshga, dillarimizni nurga to'ldirgin. Bizni namozni majburiyat emas, ne'mat deb biladigan bandalaringdan qilgin. Ya Robbim, namozda turib fikrimiz chalg'isa, qalbimizni o'zingga qaytargin. Sajdada gunohlarimizni kechir, xatolarimizni yuvgin. Namozimizni quruq harakat emas, tirik ibodat qilgin. Allohim, namozimiz sababli uylarimizga baraka, farzandlarimizga hidoyat, rizqimizga kenglik ato etgin. Bizni namozni tark qilmaydigan, hatto eng og'ir damlarda ham sajdadan ajramaydigan sodiq bandalaringdan qilgin. Ya Robbim, oxirgi nafasimizni ham sajdada olishni nasib et. Qabrimizni namozimiz bilan nurli qilgin. Mahsharda esa bizni namoz ahli sifatida huzuringga jamlagin. Ya Robbi, bizlarni namozni tark qiladiganlardan emas, namoz bilan tiriladiganlar safida qilgin. Amin ya robbal alamin.